Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Og'a yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qandaysiniz aka? Alhamdulillah. Mazangiz yaxshimi? Muomala. Og'a? Bu aka. Zo'r o'yin bor, o'ynaysizmi? Nima zo'r? Bezib etmasmi? Yo'q. Belimizni sinab ko'ramiz. Qani, videoga otdim. Ha. Просто так. Sizga приятный bo'ladi. Savol beraman, 3 xil. Oson savol, o'rtacha savol, bo'lga qiyinroq savol. Javob bersangiz, mana shu pulni olaverasiz. Bo'ladimi? Boshlayveray. Xo'p, Al-Xorazmiy qaysi fanning asoschisi? Matematika. Ya'ni Algebra. algebra. Mashalloh, sizniki. Ba'zi yosh kattalar ilmli-da. Ikkinchi savol. Insoniyat tarixidagi eng birinchi kosmonavt kim? Insoniyat tarixidagi eng birinchi kosmonavt. Kuchuk deb aytiladi o'zi aslida. Inson. O'zi aslida birinchi kuchuk uchgan bo'lsa, keyin amerikalikmikin yo ana Armstrongdirda men o'zi. U birinchi Kosmonavt, oyga chiqqan odam. Oyga chiqqan odam u Armstrong. Gagarin deb o'ylardim men. Aha. Gagarindirdim. Xo'p. Keyin bir fikrim o'zgargan. Endi menimcha ikkilasi ham emas, yo Armstrong yo Gagarin. Qaysi biri to'xtaysiz? Bittasini tanlashingiz kerak. Menimcha Gagarin. Endi bizlarni maktab shu Gagarin deb o'qiganmiz. Keyin katta bo'lgandan keyin Armstrong degan edi-da. Undan oldin chiqqan. Qarang, bittasida qolasiz. O'shani tanlayman. Men Gagarin bo'la qolsa maktab paytida. To'g'ri. Nima sababdan aytaymi? Kosmonavt odam, ya'ni kosmosga chiqqan birinchi odam Gagarin. Oyga birinchi tushgan odam Nil Armstrong. Shu ish qilib Yer orbitasidan ozgina chiqqan odam Gagarin, yerdan chiqib oyga borgan odam birinchi odam Nil Armstrong. Mashalloh. Gap yo'q. Endi 3-savol. O'zbekistonning eng janubida joylashgan qadimiy shahar qaysi? O'zbekistonning eng janubida, past qismida joylashgan eng qadimiy shahar. Uchinchi shahar savolimiz. bo'lish kerak. Ha. Qadimiy shahar bo'lishi kerak. Oldindan, hozir ya'ni mustaqillikdan keyin nom qo'yilib barpo bo'lgan shahar emasda, qadimiy. Janub O'zbekistonni hozirgi O'zbekiston hududidagi eng janubida qadimiy shahar bor. O'z janubimizda qaysi viloyatlarimiz bor hozir? Shu kelmayapti xayolim yo'q. Rosa isib ketdi deydi-ku, yozdi bilasizmi? Bizga yordam beraman. Surxondaryo tarafda endi. Ha, Surxondaryo, Qashqadaryo. O'sha yerda sizga yordam beraman aka. Mana ikkita savolga javob berdingiz. T harfidan keladi. Terimiz qadimiyga kiradimi? Ha? Bilmasam. Yo'q, endi hozir variant shu variant bo'lyapti-da. Shunaqa, to'g'ri. Ashuni ham yutib oldik aka. Termiz bu halol bo'lmadi. bunisi halol bo'lmadi. Mashalloh, lekin gap yo'q.